Dunyoda hamma yomon ko'rsin sizni. Agar Alloh yaxshi ko'rsa, bo'ladi yomon ko'rgan hech narsa qilsin. Birodar, jamiyatda ehtimol o'rningiz katta emasdir. Faqirdirsiz, quvvatingiz yo'qdir, husndormasdirsiz, ehtimol hech kim tanimas. Bir joyda borligingiz ham, yo'qligingiz ham odamlar ehtimol sezmas, ammo Alloh va payg'ambari yaxshi ko'rgan bo'lsa, birodar, ikki dunyoda saodatga erishishingiz aniq. Qiyomat kunida birodar, podshohlar maqomida martabasida bo'lasiz. Bitta sharti bor. Alloh va Rasuli sizni yaxshi ko'rsa, dunyoda hamma yomon ko'rsin sizni. Bir tiyinga olmaganda siz 0 tiyinga olmang. 0 tiyin bor, 0 tiyin olmang. Bir odam qatorida ko'rmang, sizni odam qatorida ko'rmagan. Umuman hurmat qilmang. Ko'rishmang, qo'lingiz uchini ham bermang. O'zingizni xorlamang. Insonda o'zini izzat nafsi bo'ladi. Insonning sha'ni dunyoda hamma narsadan ustun turadi. Ras sizni mensimaganda bildingizmi, qaytib ko'rishmang. Qaytib gaplashmang. Bilsin o'zini kimligini u, ahmoq. O'zini katta oladiganlar.